Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta zo'r uyimiz, arzon kvartiramiz sotuvga chiqdi. Manzilni tushuntirib o'tib ketaman. Chilonzor 19-kvartalda joylashgan. Shundoq yoshlik Novostroykan orqasidagi ikkinchi dom. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz birinchi etaj. Tarsovoy bo'lgani bilan o'tiplyonli qilingan. Mana bu agrodlari ham shularga tegishli reshotkalar qilib qo'yilgan. Yaxshi uyimizda, fayzli xonadonimizda sotuvga chiqdi. Yaxshi qulay narxlarda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kiruvchimiz shunaqa koridor. Svetlar kuyib qolgan ekan, shuning uchun svetni o'chib qolgan koridordagi. Bu yerda sanuzullari alohida ajratilgan. Tualeti. Bu yerda hammom. Ko'rib turibsizlar, devorlariga nimadir qo'yib, nabishni qilib qo'ygan. Bu yer zal, bu yer uy egalari. Zalni ko'rib turibsizlar, avoyla qilib chiroyli qilib qo'ygan patologlarini ham lyustralar. Bu yoq balkon. Balkon ham 1,5 ga oldi, juda katta balkon. Mana bularga e'tibor bermaysizlar, bu zax o'tmagan, bu qo'shni, tepadagi ikkinchi etajdagi qo'shni suv o'tkazib yuborgan faqat. Oshxonani bu yoqqa chiqarib qo'ygan. Bu yoqda kakdetskicha qilib qo'ygan. Ko'rib turibsizlar, farzandiga. Bu yoqda родительский спальня. Bu yoq ham yaxshi joylashtirilgan, xonalari ham, aboylar ham qilib qo'yilgan, bu yoqqa ham lyustra, patologlar qilib qo'yilgan. Uyimiz ipotekaga chiqmaydi. Akam srochni sotyapti ekan. Srochni sotib bering uka dedi. Shuning uchun syomka qilyapmiz. Otabek aka, uyingizni narxini necha pul qilib berasiz, xudo xolasa? Uyimizni xudo xolasa 61 ming qilib beraman. Srochni bo'lgancha o'zi uy olganimizga ko'p vaqt bo'lmadi. 64 mingga olganman o'zim. Srochni bo'lgancha 61 mingga beraman. Sunnatiga agar realniy klient kelsa men o'tib beraman. Chunki bularni pollar tarkib bo'lingan, tuflonli bo'lingan devorlari yaqinda remontdan chiqqan bitta balkonni hisobga olmasa, qolgan hammasi juda yaxshi. Bo'ldi aka, 61 ming, xudo xolasa klientlarimiz kelsa, bizning nomimizdan kelsa o'tib berasiz, chiroyli qilib, xudo xolasa. Bu yoqda mebel texnikalaringiz nima qoladi? Mebel texnikalaridan hamma narsasini olib chiqib ketadi. Hamma narsasini olib chiqib ketasiz, to'g'rimi? Bo'ldi, faqat shu holatda turadi. Kvadrati qancha uyingiz kadastrda? Kadastr bo'yicha 50 kvadrat. 50 kvadrat balkoni bilan endi balkoni qo'shilmagan. Balkoni qo'shilmagan 52 kvadrat deyiladi. Bo'ldi aka, bo'lmasa pastda nomerlaringizni qoldiraman. Xudo xolasa telefonlash klientlarimiz ham kelib baraka qilishadi. Mayli, sog' bo'ling, rahmat.